Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimizni demak kecha ayollar yubkasini modellashtirish bo'yicha mavzuni o'tdik. Bugun yana o'shani davomini o'tamiz. Bugungi yubkamizni mana sizlarga kecha va'da qilganimdek, demak bu yubkamiz to'g'ri siluetli, old bo'lakda qirqma cho'ntak mavjud, ort bo'lakda bel vitichkasi mavjud, ya'ni o'rta chokli. Molniya taqilmali, mana shlitsali, belbog'i biriktirma figurali yubka. Mana shu yubkani bugun sizlarga modellashtirishni o'rgatamiz. Bizga kerak, demak, asos konstruksiya. Mana ko'rib turganingizdek bu old bo'lak va ort bo'lagimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz oldin shablon tayyorlab olamiz. Demak, birinchi old bo'lagimizni mana shablonini kesib oldik, tayyorlab va ort bo'lagimizni ham xuddi shunaqa shablonni tayyorlab oldik. Endi old bo'lakni modellashtirishdan boshlaymiz. Demak, bizga bunda kerak bo'ladi belbog' o'rnini belgilab olamiz. Ko'rib turganingizdek, old bo'lakdagi vitichka cho'ntak, yon cho'ntakning nimasiga kirib ketgan, chokiga kirib ketgan. Belbog'imizni demak balandligini, ya'ni enini o'lchab olamiz. Buning uchun chizmada quyidagi ishlar olib boriladi. Ya'ni 4 sm chiqdi belbog'imiz, 4 sm-ni chizmamizga qo'yib belgilab olamiz. Xuddi shu ishni ort bo'lakda ham bajarib olamiz. Demak, vitichkani yopib, old va ort vitichkasini belbog'ni tagiga o'tkazib yuborishimiz kerak. Mana belbog'ni kesib oldik. Endi belbog'ni yopamiz. Vitichkasini. Ort bo'laknikni ham xuddi shunaqa belbog'ini kesib, vitichkasini yopamiz. Mana yopib oldik. Endi cho'ntak o'rnini belgilash uchun uni kengligini va balandligini o'lchab olamiz.
buni ham chizmamizda o'sha o'lchagan enini va balandligini belgilab, cho'ntak o'rnini belgilab chizib olamiz. Buni chizib oldik. Endi vetichkani biz nima qilishimiz kerak? Cho'ntak tikiladigan joyga ko'chirib o'tkazishimiz kerak. Buning uchun biz vetichkani o'lchab olamiz. Ya'ni vetichkamiz 1 santimetr bo'lsa, 1 santimetr cho'ntagimizdan ichkariga qarab belgilab olamiz va o'rnini cho'ntakka chizayotganimizda ko'rib turganingizdek cho'ntakni o'rnini belgilab vetichkani ko'chirib olamiz. Vetichka yopildi va bu vetichka cho'ntakka yoniga ko'chirildi. Endi cho'ntagimiz belgilagan cho'ntagimizni kesib olamiz. Mana kesib oldik. Ortiqcha joyini kesib tashlaymiz. Mana cho'ntak xaltasini ham tayyorlab olamiz. Mana bunaqa ko'rinishga keladi. Ko'rdinglar, cho'ntak demak vetichka yo'q bo'lib ketdi. Tikilganda xuddi shunaqa holat bo'ladi. Endi ort bo'lakda shlitsamiz bor ekan, shlitsani o'rnini belgilaymiz. O'zi konstruksiya chizayotganda belgilagan bo'lishi kerak, lekin bizda ozgina xatoli o'tdi. Biz keyin o'zimiz shlitsani alohida kesib yopishtirib qo'ydik, lekin o'zi shlitsani yaxlit qilib olishimiz kerak edi. Bizani ozgina xatoyimiz bo'ldi, ozgina shoshdik. Endi yubkamizga e'tibor bersak, yubkamizdan etagi ozgina kirgan. Shuning uchun old bo'lak va ort bo'lakdan 1 santimetr belgiladikda bo'ksa chizig'iga qarab toraytirdik. Buni ham ortiqcha joyini kesib olamiz. Buni kesib oldik. Endi ort bo'lakda vetichka ham kesib olinadi. Buni kesib olindi. Endi oxirgi ishimiz
bajargan shablonimizni konstruksiyamizni ustiga qo'yib, mana qanaqa modellashtirib olgan bo'lsak qo'yib, mana e'tibor beringlar. Tanda ipi yo'nalishi bo'yicha qo'yiladi. Mana qo'yib, ustidan rangli qalamda qoraytiramiz. Rangli qalamda qoraytirib olamiz. Mana ko'rdinglarmi? Mana belbog'imizni o'rnini qoraytirib oldik. Botichkamiz o'rnini qoraytirdik va asosiy yubkamizni ort bo'lagini qoraytirib oldik. Old bo'lagimizni ham xuddi shu ishni bajardik. Belbog'imiz o'rni, yubkamizni o'rnini qoraytirib oldik va cho'ntak xaltamizni ko'rasizlar, o'rnini va cho'ntagimizni o'rnini qoraytirib oldik. Yana bitta narsa e'tibor beramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunaqa qilib bajarishingiz kerak. Bitta narsa e'tibor beramiz. Yubkamizni belbog'ini o'rtasida uchburchak figurasi bor edi. Uni ham joyini belgilab chizib qo'yish kerak. Har bitta elementar detalini qilishingiz kerak. Qolib ketish kerak emas. Mana buni ham joyini qoraytirib qo'yamiz. Mana yubkamizni menimcha hamma joyini modellashtirib bo'ldik. Mana ko'ryapsizlar. Kimda qanaqa savol bor? Bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videom shulardan iborat. Marhamat, savolinglar bo'lsa